Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanal obunachilari, aziz yurtdoshlar, Akfalmi kanali yana o'z videolarini chiqarib borishda davom etmoqda. Aziz yurtdoshlar, bugun seximizda yasalayotgan alyumin hamda plastmassa ish romlari to'g'risida sizga batafsil ma'lumot yuritamiz. Demak, vaqtlaringiz olmagan holda zudlik bilan birdan boshlaymiz. Xo'sh, birinchida turgan eshigimiz alyumin oq profildan tayyorlangan, niyat profilidan razmeri eniga 1.20, balandligi 250 razmerdagi standart eshik hisoblanadi. Ochmochlarni 4 tadan qo'yib berganmiz. Oynasi oq oynalarda, bir qavat oynalarda qo'yilgan. Hali qulf kaltlarni qo'ymaganmiz. Ertaga xudo xolasa mana qo'limizda turibdi. Ruchkalari, qulf kaltlarini ertaga sizlarga chiroyli qilib qo'yib joylashtirib beramiz. Xo'sh, zakazlar uchun birdan narxlarni ham qo'limizdan kelsa aytib o'tamiz. 1 metr kvadrati aziz do'stlar 700 ming so'mdan boshlanadi. Mana shu ko'rib turgan ishlarimiz kvadrati. Xo'p, derazalarni esa 600 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin metr kvadrati. Xo'p, bular razmeri balandligi 1.65, eniga 2 metr razmerda kraskamiz. Tepa qismini teng 2 ga bo'lganmiz, past qismini 4 ga bo'lingan holda juda ham chiroyli fasonni taxlab berganmiz, ko'rishingiz mumkin. O'rtada bitta ochilgich tushirilgan va mana bu tomonimizda stolimiz ustida va bu tomonimizda 1.65 ga 1.60 kvadratli deraza romlarimiz tayyorlangan, 5 ko'z fasonlarda taxlanib qo'yilgan. Mana stolimiz ustida ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli, hamyonbop narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Ayniqsa abyomlarga bemalol mana shu profilimiz tavsiya qilamiz, chunki deganda anchagina pulida sizlarga hamyonbop sabab bo'ladi. Mana bunday kichikroq 5 ko'zliklarimiz ham bor va kattaroq 5 ko'zliklarimiz bor. Ikkinchi eshigimiz u ham xuddi shu bir xil razmerda. Va keyingi zakazlarimiz uchun alyumin dublet teraskalarimiz tayyorlanmoqda. Xo'p, standart 1.10 lik eshik o'rtasi tushgan va ikki yon boshida 1.10 ga 1.60 dan ikkita bir xilda ko'z tushirilgan T fasonda yasalgan ko'zlarimiz tepasi bitta, pasti ikkita va bitta ochilgich tushirilgan. Bu tomonimizda ham ikki tabaqali standart eshigimiz Zolotoy dub svetidan. Mana bu tomonimizda ham xuddi shunday ikkala bir xil eshiklarimiz va plastmassa forchkalarimiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli, mustahkam forchkalar. Forchkalarimizgacha metallarni tejamasdan solib beryapmiz. Katta ramkalarga aytib o'tirish hojati yo'q. Hamma yo'g'iga metalni solib, mahkamlab qotirib qo'yib beramiz. Chunki deganda plastmassani asosan ishlaydigan narsa ichidagi metal hisoblanadi. Alta plastlarimiz aziz do'stlar, Zolotoy dub svetida 5 ko'z fasonda yasalgan standart 1.40 ga 1.60 deraza romlarimiz. Keyingi zakazlarimiz bo'ladi. Bu xudo xolasa yaqin hafta ichida ustanovka qilamiz bu zakazlarimizni ham. Xo'p, kimga yana qanday savollar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa qo'yingizlar. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Mana bu tomonda svetlarimiz yetarlicha Zolotoy dub, oq, sheffeldskiy va antratsit mokrasfalt svetdagi svetlarimiz mavjud. O'zlaringiz yoqqanini tanlab ko'rib boraverasiz. Biz sizlarga qo'limizdan kelgancha ko'proq ma'lumot yetkazishimiz uchun sizlardan ozginagina iltimosimiz bor. Bittadan like bosib, bittadan obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz. Chunki deganda Akfalmi kanali sizlar uchun ko'proq ma'lumotlarni chiqarib borish uchun harakat qilmoqda. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar. Bugungi kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.